Agarda bel sohasida og'riq bo'ladigan bo'lsa, og'riqlarning oyoqlarga berilishi bo'lsa, siz zudlik bilan davolovchi vrachingizga murojaat qilib va muolajalarni olishingiz shart. Bel omurtqalarini ko'rgan vaqtida belda tekshirishlar bor. Rentgenda ko'rinmaydi bel omurtqalari, faqat MRT va MCT'larda ko'ra olasiz. MCT'da ko'rgan vaqtida belda sohasida, bel sohangizda grija aniqlandi. Grijani katta kichiklarga qarab pecheniyasi doktoringiz bilan maslahatlashasiz. Belingizda 5,5 millimetrlik grija aniqlangan. Oyoqlarga og'riq beryaptimi? Beradi. Chap tomondan og'riq bor. Bo'ldi. Belingizda grija aniqlandi. Doktoringizga uchrashib, hozir biz hozirlaringizni qilib beramiz. Doktoringiz o'tib pecheniyani olasiz. Sog' bo'lasiz.